Nasihat. Nasihatni biz har bir insonga nasihat bera olamiz va har bir insondan biz nasihat so'ra olamiz. Bizga yaxshi nasihat beradigan insonlar bor, yomon nasihat beradigan insonlar bor. Bizni boshimizga g'am tushganda ham nasihat so'raymiz, bizni boshimizga xursandchilik kelganda ham nasihat so'raymiz. Biz bir-birimizdan nasihat so'raymiz. Tengdoshimizdan, yoshi katta insonlardan, yoshi kichik insonlardan nasihatni biz hammadan so'ray olamiz. Lekin nasihatni bizga kim bersa ham biz hamma u aytgan gaplarni qilmaymiz. Biz o'zimizga kerakli gaplarni olamiz va o'zimizga kerakli nasihatlarni olib, o'sha nasihatlarni qilamiz. Biz nasihat bergan insonga ahamiyat berishimiz kerak emas. Bizga uni hayotda o'rnak bo'lsin, uni yurishi o'rnak bo'lsin, uni turishi o'rnak bo'lsin. Bizga hamma narsasi o'rnak bo'lgan insonni nasihatini olsak yaxshiroq bo'ladi. Masalan, sizga nasihat beradigan inson sovuq suv ichma deydi-da, o'zi ertaga kech sovuq suv ichadi. Bu qanday nasihat bo'ldi? O'zi u nasihatiga amal qilmayapti-ku. Siz bir insonni bilasizki, u sizga o'rnak bo'layapti hamma narsadan. Siz uni gaplarini quloq solib, uni nasihatlariga amal qilsangiz bo'ladi. Aslida biz shunday insonlar tanlashimiz kerakki, o'zini so'ziga hokim bo'lsin, o'zini so'ziga javob bersin. Ayolmi erkakmi bo'lishdan qat'iy nazar, har bir aytgan so'ziga javob berishi kerak. Bunday insonlarning nasihatini olsangiz hech qachon kam bo'lmaysiz. Yana o'zini ko'ziga xo'jayin bo'lmaydigan, ko'zi har tarafga qaraydigan, nazari har tarafga tushadigan insonlardan esa uzoqroq yursak yaxshi bo'ladi. Chunki deganda ulardan yaxshi nasihat hech qachon chiqmagan ham, chiqmaydi ham.